Agar siz duolarim yorug'li tezligida ijobat bo'lsin desangiz, bu duoni 5 mahal namozingizdan keyin albatta ayting. Eslatib o'taman, aynan payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana shu mazmundagi duoni o'zlari Oysha onamizga o'rgatganlar. Ey qalblarni har tomonga o'zgartiruvchi zot, meni qalbimni diningda sobit qilgin. Yo Rabbil alaminim, meni sendan uzoqlashtiradigan hamma narsadan uzoqlashtirgin. Meni senga yaqinlashtiradigan hamma narsaga yaqinlashtirgin. Ey Allohim, payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam sendan nimaki yaxshiliklarni duo qilib so'ragan bo'lsalar, o'sha yaxshiliklarni men ham so'rayman. Va yana Allohim, payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam nimaki yomonliklardan panoh tilab duo qilgan bo'lsalar, men ham o'sha yomonliklardan panoh tilab duo qilaman. Mehribon va rahimli bo'lgan Allohim, o'zing sevgan, yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan bandalaring qatorida bizni ham bo'lishligimizni nasib etgin. Amin. Mana aziz dindoshlarim, bu duoni jannatda birga bo'lish xohlagan yaqinlaringizga albatta yuborib qo'ying.